Nima qilyapsiz? Skidka. Har doim shunaqa odam ko'pmi? Ha. Kelmay qo'yganimga ancha bo'ldi. Qarasam, hozir o'zim bilan barakani ham olib keldim, to'g'rimi? Siz kelganda shunaqa ko'payib ketib qolyapsiz, bilasiz. Hozir menga skidkadagi narsalarni ko'rsatasiz. Xudo xohlasa ertaga ham magazinga shunaqa to'la bo'ladi, meni podpishchiklarim bilan. Zo'r ketdik ko'rsataman. Yering. Yosh qizchalarga deysizlarmi, katta opalarga deysizlarmi, umuman farqi yo'q. Shu qatordagi hamma oyoq kiyimlar 49 ming so'mdan. Bu qatordagi hamma oyoq kiyimlar ham 69 mingdan. Men bularning kачествосiga просто maza qildim. Aziz, mana shuni o'rab berasiz, ish bildan? 78 ming. Hazillashyapsizmi? O'rab bering 3 ta olaman. Ilojisi bo'lsa New Choice do'koniga kelayotganda обязательно 2-3 ta o'rtoqlaringlarni olinglar, chunki bunaqa vыборlarni ko'pligidan tanlovga qiynalib qolasizlar. Eng asosiysi shu yerdagi hamma oyoq kiyimlar 99 ming so'm. Odam shunaqangi ko'pligidan amallab zo'rg'a sizlarga ko'rsatamiz. Bu yerdagi hamma premium kачестводagi oyoq kiyimlar aralash narxlardan kelib tanlab narxlar bilan olib ketaverasizlar. To'g'risi men tushunmayman, bu qiz qanaqa qilib bunaqa kачествоsi zo'r sumkalarga bunaqa narxlar qo'yapti. Shu ko'rayotgan sumkalar 79 ming so'm. Mana bu shikarni ko'rayotgan sumkalar 99 ming so'm. Mana bu qatorga qaranglar. Shunaqangi bir ko'p. Ko'rib turganingizdek, sumkalarni ham, oyoq kiyimlarni ham любой narxda va любой modelda topsanglar bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar. Aytgancha manzil Sergeli. Anchadan bir kelmay qo'yganimga bular pishuli qilib Andijonni ham filialligini ochib qo'yishibdi. U yoqga ham, bu yoqga ham kelaverasizlar.